Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugun sizlarga Xitoyning Kanwon firmasining 2024-2025-yil oxirgi modellaridan tayyor komplekt kitini obzorini qilib beramiz. Qo'llanuvchi kitobchasi bor. 10 dyuymli monitor. Ishlaydi. Qarang, chiroyli, zo'r. 11 dyuymli monitor. 256 talik fleshga tushadi. LAN kabelda ishlaydi va Bluetooth ishlaydigan mishkasi bor. 8 ta kanalli NVR, 4 ta kamerasi bor. Qo'shimcha yana 4 ta kamera tushadi. Yengillikning oxirgilaridan bittasi. Komplektining ichida 4 ta 2 megapiksellik kamera, mikrofoni bor, ikki tomonlama audiosi bor, 4 ta LED lampochkasi bor. Kameramizning linzasining qalinligi 3.6 mm. Antennalar bor. Xotirishga linklar. Bluetooth ishlaydigan mishkasi bor. 4 ta blok pitaniyasi bor, 4 ta kamera. Har bitta kameraga bittadan pitaniya beriladi. 10 dyuymli monitorga beriladigan pitaniya.